ustoz. Ketdik zapis bor. Assalomu alaykum qadrdonlar, do'stlar, aziz muxlislar. Yurt faxriga tabrik degan she'r yozgan edim. Bir payt ijtimoiy tarmoqlarda ustozimiz Muhammad Yusuf ham Muhammad Qodirga atab yozishgan ekan. Aynan o'sha satrlar juda o'xshash bo'lib qoldi. O'zim hayron qoldim. Ko'ngil yaqinmi? Ular aytishgan ekan, shu Qodir o'g'lonlaring ko'paysin yurtim deyishgan ekan. Albatta biz ustozdan bir umr faxrlanamiz va harakat qilamiz. Mana biz Abduqodirga, ustoz Muhammad Qodirga, biz Abduqodirga yozdik. Angliya Liga Kubogi sohibi Abduqodir Husanovga. Go'yo Man City safida turdim. Qancha to'p qaytardim, qancha gol urdim. Endi o'g'lonlaring har nega qodir. Abduqodirlaring ko'paysin yurtim. Jahongir Temurlar adolat chashma, yer yuzi osuda davrga tashna. Adolat bog'in qur, tinchlikda yashna. Abduqodirlaring ko'paysin yurtim. Qancha orzu armon o'tdi sanda ham. Yangi O'zbekiston ahli peshqadam. Bayroqni qo'lga ol, ilmu fanda ham. Abduqodirlaring ko'paysin yurtim. Istiqlol davrini ajdodlar kutgan, adiblar otilgan, jadid qon yutgan, bosh uzra g'oliblik tojini tutgan. Abduqodirlaring ko'paysin yurtim. O'zbekni qul qilgan paxta dalasi, tuprog'im toptagach quzg'un galasi. Bu kun birdan shoni o'zbek bolasi. Abduqodirlaring ko'paysin yurtim. Raqami 45, ishi bo'lsin 5. Faxrdan bosh osmon begonayu hech. Farzand sha'ni vatan nomi bilan ish. Abduqodirlaring ko'paysin yurtim. Qahramon